Ya sen kunda kechikkamsan? Qarab baqa soat necha bo'ldi ekan? 10:20 bo'ldi ku. 10:20 o'tibdi. Rahmat, dapaginingga. Uxlashdan burun sen soatni to'g'rilab yotmamsan odatda. To'g'rilayman. Emas nechaga to'g'rilaysan? 9dan 20 ga to'g'rilayman aka. Naq vaqtida sayraydi. Bisp bitime. Şu 5 minutga yana sayraydi. Bisp bitime. Yana sayraydi. Bisp bitime. Apam kirib bir chat telefonu 6 qitim sayrab ketdi balam deb terikidi. Shuni o'lan. Shuni qo'paman aka shu. Sen opangni olsin deb to'g'rilabsan ekanda soatni. Sen qo'pamg'ida muzik to'g'rilaysan zaten. Qo'y paqayma bir anglab paqay. Mihmansan allay balam allay. Ya bu sen hep uxlaydiganda tinchaydiganda sen turdiganmi to'g'rilab olding deganda. Ya qanda balaya sen zaten. Mulozimdan yangi zakaz tushdi. Vaqtida bir taraf qiling. Zakaz tushibdi, ma'jga tez ishon qilay. Yaxshi ishladingmi? Ma'qul aka. Zakaz deysiz, hamma unutdi bu boshliq. Shuningga kallam ishlab muzikani tushirib olganman. Mulozimdan yangi zakaz tushdi. Vaqtida bir taraf qiling. Hadi ha. Mana.